Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana bir tambashimizning ustini quyotirmiz. Bugungi chesla 2025-yil 16-oktyabr. Mana bu yerda yarmini quyib qoldik, yarmi qoldi bu yerda. Bu yerda quydiruvdan maqsad egasini issiq sovuqda ushash uchun ham bu yog'i mana samanloyi yorilib ketgan. Yomg'irda o'tkazib turdik. Yariqlardan yomg'ir o'tib ketadi qishda. Bunda yarig'i ko'p. Bu piramani quydirgandan keyin yomg'ir o'tmaydi. Issiq sovuq ham o'tmaydi qishda. Bu shepirsiz turadi, shepirlanmaydi. Qattiq qolgan. Hozir bu yoq yarmi qoldi. Hozir quyib bo'lgandan keyin yana bir ko'rkazib o'tamiz. Mana penamanatimiz ham bitdi. Hamma yerni quyib bitirdik. 166 kvadrat bor. Mana shar o'rinlari bor, suv ketadigan yer. Shu yoqqa qarab uqlon chiqardik. Ondan keyin endi shepirsiz bo'ladi. Bu yoqda ham ek shar o'rin bor, suv ketadigan. Quyib pop ajralik qilyapmiz. Shu o'rta baland bu yer. Telefonda ko'rinmasa kerak mana. Ikki yoqqa suv og'atan etib o'rtani ko'tardik. O'rta 15 santiday bo'ldi qalinligi. Hadi baland etdik. Suv ketadigan etib uqlon chiqarib ber dedi. Shu etib ishladik buni. 10 santi qalinligi 60 ming so'mdan. Quyruq kvadrati 60 ming so'mdan. Mana qatib qolgan. Tash chiqib. Mana ko'rgandan keyin yana qatib boraveradi. Kimga shunday pena quyish kerak bo'lsa, telefon nomerni ekranga yozib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar. Bu yer Pravdada. Kelib ko'raman desangizlar, joydan ustini penamolit qanday bo'lajagini kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Pravdada Karvonsaroy degan yerda, Karvon mahallada. Karvonsaroy degan darvozadan kirib kelasizlar.